Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyemize başlayımız. Leksiyede Sıdıka Ceruze. Washington'dan sözleyimiz bugünkü İslah 2020 yıl. 10. ayının 2. günü hafta cuma. Bugünkü vaziyetin eysam eğer emelleşip gittiği olsa kaltes vatandaş. Ol Kudüs'ü televiziyesi şundak dedi. Amerika Qo'shma Shtatlarning davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Osiyoga ziyoratga chiqqanda Tayvanga kirib o'tdi. Tunugungi xabar. Bugun rasmiy yezib sizga yetkazay desam, kompyuterim qetib oldi. Tunugun ko'rdim. Ikkinchi xabar, jonli nazari mana Amerika Jungoning Amerika turishliq baş elçisi qo'g'lab chiqardi. Jonli nazari 10. ayning 1. kuni YouTube. Üçüncü xabar, G'ilpalla yakun torbeti saqlaqliq tiyamin ve meydanida masalan surat chaplaydigan taxtayliq suratni osadigan joyda muqandaq Sun Yat-senning surati paydo bo'ldi. Mao Zedongning surati yo'q emish. Xitoy torbetlerinden deyişçe, şuna Jungo'da Xitoy tordaşları torbetlerde qaynab ketken imiş. Bu nimi deb qaynab ketken imiş. 3 xabar. Men bunun üçüncüsüge ançı meylim yok. Sun Yat-sen çıkamdı, Mao Zedong çıkamdı. Bunun üçün menen pervayim pelek. Biroq avvalgi ishki xabar esingizde bo'lsin, biri Jungo'ning bosh elchixonasi qo'g'lab chiqarish Amerikada. Ikkinchisi davlat ishlar kotibi Mike Pompeoning bu qatam Osiyo safarida Tayvanga kirib o'tishak. Qaltis xabar vatandosh. Biz shuning asosan tayyorlagan leksiyalarimizni bugun sizlarga so'zlaymiz vatandoshlarım. Mavzum mundaq birinchi leksiya deyiladi. Davlat majlisidagi partiya a'zolari. Bu birinchi betga chiqib qolibdi, bundaq emas deb bu to'xtanglar, ha. Bu birinchi bet emas edi. Mana. Amerika davlat ishlar kotibi Mike Pompeo kelar hafta Osiyoni ziyorat qildi. İttifaqdaşlar bilan hamkorlashib Beijingga qarshi turdi. Mavzuli xabar 9. ayning 30. kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo kelar hafta Osiyoda 3 davlatga ziyoratga chiqadi. Bu ziyorat bundoq hisoblandi. Amerika Jungo munosabati o'zliksiz yomonlashayotgan bir paytda davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Amerikaning Osiyodagi ittifoqdoshlari bilan bo'lgan hamkorlikni mustahkamlashda intayin muhim bir qatamliq ziyorat bo'lib hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasining bayonotchisi Ortagos haftaning 2. kuni, ya'ni 29. kuni bir parcha axborot organlarida mundaq ko'rsatdi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 10. ayning 4. kunidan 8. kunigacha Yaponiya, Mongoliya, diqqatga vatandosh, Mongoliya va Koreyani ziyorat qildi. Davlat ishlar kotibi Tokioni ziyorat qilganda, masalan, Yaponiyaning Tokio ziyorat qilganda Amerika, Avstraliya, Hindiston, Yaponiya davlatlaridan tashkillangan 4 taraf hamkorligi funksiyasi tashqi ishlar ministrlari yig'iniga qatnashdi. 4 davlat funksiyasi bexatarlik va iqtisod masalalarida Jungoga taqobil turishga yo'lga qo'ydi. Bayonotchi Ortagos bundoq ko'rsatdi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Tokioda bo'lgan kunlarda Yaponiyaning aloqador amaldorlari bilan birlikda ko'ngil bo'ladigan masalalar to'g'risida suhbatlashdi. Fikir almashtirdi. Yaponiyaning yangi tayinlangan vaziri Suga
Vəzifə oturğanda mındaq degəni də Sabah Vəziri Shinzo Abe'nin siyasetini davamlaştırman. Cümleden Amerika ile bulgan müstehkem münasebeti davamlaştırman. Ötken yılı 7. ayda Tayland'ını ziyaret kılgandan beri Devlet İşlakatı Mike Pompeo tünce qatam Asya'ya ziyaret çıkan bulup hesaplanıdı. Ötken bir yıldan beri Amerika çünkü jukumluk veriyoruz. Şinjan'da, Uyguristan'da Uygurlarning kişilik hukuk menfaatleri, Hong Kong devlet bexatarligi qonuni, Janubi Jungo deniz meselesi qatorliq masalalarda Amerika Jungoga keskin erishdi. Devlet İşlakatı Mike Pompeo ve Jungoda diplomatiyaga mas'ul amaldor. Yang Jiechi bu yıl 6. ayda Havoyda ko'rishgan. Biroq ikki davlat o'rtasidagi jiddiy vaziyatni pasaytirolmagan.